Xitoy kommunistlari 70 yildan buyon ishg'oli ostida turayotgan Sharq Turkistonda shaharlardan yezlog'icha keng ko'lamda yig'ilish lagerlarini qurdi. Sunniy Amra rasmlari Xitoyning o'tgan bir yilda Sharq Turkistonda millionlagan musulmon turklarni bu lagerlarga qamaganligini ko'rsatdi. Ularning orasida danglik diniy olimlar, adib, mutaxassislar va san'atchilar bor. Shundoq bo'lishiga qaramasdan Xitoyning Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qarta tutqun qilish harakatining davomlashayotganligi ma'lum. İli oblastining Nanqin aysi Qoratepa yezisida 24 kishi tutqun qilinib, yig'ilish lageriga qamalgan. Dünya Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Ömer Qanat Amerikada Sharq Turkiston masalasini tonishtirdi. Amerika Avam palatasining a'zosi va Avam palatasining 60-navbatlik raisi Nancy Pelosi bilan ko'rishdi, ham Sharq Turkiston masalasi haqida fikr almashtirdi. İran Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Bahram Qosimi Prezident Hasan Ruhoniyning Tashqi ishlar ministrligi Javdot Zafarining iste'fosini qabul qilmaganligini e'lon qildi. Qosimi Tashqi ishlar ministrligining rasmiy to'g'rida bayonot e'lon qilib, Zafarining iste'fosining qabul qilinmaganligini, bu haqda Prezident axborot ishxonasi tarafidan uqtirish chiqarilmaganligini aytdi. U Zafarining ommaviy taratquv hisobida e'lon qilingan so'zlardan boshqa iste'foning sababi haqida hech bir qarashning to'g'ri emasligini bildirdi. Amerika prezidenti Donald Trump bilan Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Un bugun va erta Vyetnam poytaxti Hanoyda uchrashdi. Bugun boshlangan Hanoy uchrashida Trumpning asosli maqsadi yadro qurollari va boshqariladigan bomba programmasining to'xtatilishi haqida Pyongyangni qoyil qilish bo'ladi. Bu uchrashish Amerikaning bexatarlik kapolati va normallashishi bilan Shimoliy Koreyaning yadro qurollari va boshqariladigan bomba taraqqiy qildirishini to'xtatishiga markazlashadi. Hindiston Pokistonga havo hujumi qilgandan keyin Pokistondan inkas kelishga boshladi. Pokiston armiyasining bayonotchisi general Asif Vapur Hindistonga tahdid selib, "Endi bizning javobimizni kutinglar, javobinglar alayda bo'ladi. Buni o'zinglardan ko'ringlar" dedi. Hindiston Pokistonga havo hujumi ilib borganligi va terrorlik lagerlarining qurilganligini e'lon qilgan edi. Pokiston doiralari hujumga uchirgan Balako yezisi va atrofida hech qanday ul aslahalarining ziyonga uchirmaganligini, o'lish va yaralanish yo'qligini bildirgan.